Dunyoda mana shunday noodatiy, g'ayrioddiy gullar borligini bilarmidingiz? Guliston Flora kanaliga obuna bo'ling va biz sizga bundanda qiziqarli ma'lumotlarni ulashishda davom etamiz. Bu gul sharq izohlinasi o'simligining pishib yetilgan va shishgan urug' kosachasi, ya'ni kosa bargi bo'lib, uning qiyofasi insonni hayratda qolgan yuzini eslatadi. Bu o'simlik it uzumdoshlar oilasiga mansub bo'lib, asosan Kavkaz, Turkiya va Markaziy Osiyoning tog'li, qoyali yonbag'irlarida o'sadi. Bu rasmda maymun yuzini aniq eslatuvchi noyob maymun yuzli orxideya gullari tasvirlangan. Bu gul asosan Ekvador va Peruning nam tog' o'rmonlarida, dengiz sathidan baland hududlarda o'sadi. Bu rasmda ko'rsatilgan qism Antrixina majus o'simligining guli to'kilib, urug' qutichasi qurigan vaqtdagi ko'rinishidir. Qurigan urug' qutichalari odam bosh suyagiga o'xshaydi. O'simlik xalq orasida ajdarho og'zi yoki kallakgul deb ham ataladi. Video sizga manzur kelgan bo'lsa, like bosib, obuna bo'lishni unutmang. Kommentariyalarda o'z izohingizni qoldiring. Biz sizga mana shunday qiziqarli ma'lumotlarni ulashishda davom etamiz. Bizni qo'llab-quvvatlang.